Abdullah Adam'ın masjidida o'qidik. Bugungi masala o'zgacha bo'ldi. Bugun ham kishilariga munosabati bilan shahrimizni Qirg'izistonning turli joylarida hamda O'zbekistondan ham jamoat ko'p ketdi. Hammalarga juma ayollarni tabriklayman. Bo'linglar. Bu yerga kelgan jamoat domla bilan ko'rish ishtiyoqida turibdi. Hayajon bilan bir-biriga turtilib ko'rishga oshyapti. Bu yerda tartib soqchilari tartib saqlab ularga tartibga chaqirib turib ko'rishga maslahat beryapti.